Okay. Hello. Hello. Ko'rayotganingizda, eshitayotganingizda hello de yumshoq h bilan aytilyapti. Ya'ni hello deyilmayapti-da. Hello. Ketidan I am deyapti va ismini aytyapti. Hello, I'm Bekzod. Your turn. Hello, I am Qurbonali. Hello. Hello. Natural chiqaring. Hello. Bu yerdacha Hello. Qurbonali, siz hozir qayerda edingiz? Koreyadamidingiz? Koreyada. Koreys tilini bilasizmi? Bilaman. Qanaqa darajada bilasiz? Ingliz tilida 5,5 mana shunaqa atrofida. Okay. Solishtirganda. Sizlar topik degan narsa topshiradigansizlar-da. Ha, durust. Siz gaplashayotganingizda sizni chet elligingizni bilishadimi? Именно shu speechingizda? Biladi. Olaylik-da. Qaramda. Xuddi shu loyika bo'yicha bizani O'zbekistonda yashaydigan o'rislar bor-ku, o'zbekchada aralashtirib gapiradigan. Siz ularni ham gapidan bilib olsangiz bo'ladi, ularni o'risligini. Endi yana aksenti bo'ladi. Aksenti bo'ladi. Bu yerda endi shunaqa narsaki, ingliz tilida bolalar asosan o'rganish boshlayotganda inglizcha aksentda gapirishga harakat qilishadi. Hello, I am deb imенно shu maksimal darajada harakat qiladi. Bizga u narsa kerak emas. Mana siz o'zingiz kars tilda gapirayotganingizda qanchalik karslarga o'xshab gapiraman deb o'ylaysiz? Ko'p emas. Chunki o'zim bilaman, ularda gapirishga qaraganda ancha nol zamon bo'lsa kerak. Gapirayotganingizda ovozingiz o'zgaradimi? Yo'q. Kars tilda iltimos o'zingiz tanishtirib bering menga. Cho'nan Qurbonali imnida, cho'nan O'zbekiston Saram imnida. Qayerda o'qishingiz cho'nan hambatda hakkeyo, kompheyo. Ko'pam kiyindi. Okay. Men hozir mana eshitganimga qaraganda siz o'zingizni mana ovozingiz o'zgartirmagan holatda просто kars tiliga o'zgartirib, kars tilida gapirdingiz. Men mana shu narsani hurmat qilaman. Ingliz tilida ham sizda xuddi shu narsa bo'lishi kerak. Chunki mana o'zingizni toningizni o'zgartirmasdan turib просто inglizga ko'chadigan bo'lsangiz, bu maksimal darajada natural, ya'ni o'sha tabiiy chiqadi. Chem siz o'zingizni ingliz yasaganingizga qaraganda. Tushunasizmi? Siz ham shunaqalarga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Именно shu kars tilisi yaxshi emas demaylik, kars tilisi siznikidagi darajada, lekin o'zini maksimal karsga o'xshatib gapiradigan o'zbeklarni ko'rganmisiz? Ko'rganman. Qanaqa eshitiladi o'shalar eshitilayotganda? Nedraligi nimaydi? Qo'polroq eshitiladi menga. O'zidan yasayotganligi bilinadi. Endi shunaqa. Endi yaxshi o'sha kars tilini zo'r biladigan o'zbeklarni bilasizmi? Kars tilini zo'r biladigan bilaman. Ular gapirayotganda qanaqa eshitiladi? Ajratish qiyin bo'lib qoladi. Ajratish qiyin bo'ladi. Anaqalar bilan, karslar o'zi bilan. Karslar o'zi bilan. Demak, farqi bor ekanda. Tilni haqiqatda yaxshi bilib turib gapirish bilan tilni yaxshi bilmasdan turib o'xshatishga harakat qilish farqi bor ekan. Bizda ham maqsad shu. Biz o'xshatishga harakat qilmaylik-da. Undan ko'ra ko'p shuni praktika qilaylik, o'zimizni voice of tone'imiz o'zgarmasin-da, imенно shu qanaqa gapirayotganimiz o'zgarmasin-da, lekin maksimal darajada yaxshiroq gapiraylik. Tushuntira olamanmi? Biz bitta narsani tushunishingiz kerakki, biz o'zbek tilida gapirayotganimizda og'iz ichki qismi bilan gapiramiz. Englishda chiqayotganda English words og'izni oldi tomoni bilan gapiriladi. Ya'ni bizda ular bu yoq bilan gapiradi. Asosiy so'zlar mana mashta hosil bo'ladi. Sizdan hozir talab qilinayotgan narsa, mana mashta gapiradigan bo'lsangiz ham, so'zlar banddan chiqayotgan bo'lsa ham, mana shu og'izni просто kattaroq ochib gapiradigan bo'lsangiz, именно inglizlardagi, ana chet ellik ingliz tilida gapirayotgan chet ellik bo'lasiz. Ingliz bo'lib qolmaysiz. Tushuntira olamanmi? Og'izni katta ochib gapirish kerak. Lekin imitationga qiziqib, hello, I am Qurbonali from Uzbekistan. Yo'q, kerak emas. Mana shu narsani kiritib olaylik. Okay, then. Hello, I'm Qurbonali. Please say it one more time. Bir marta qaytaring yana. Hello, I am Qurbonali. Qurbonali. Okay. Молодец, yaxshi. Ketidan bizga grammar beryapti. Emis, mayor. Ya'ni emis bizda bu to be, mayor bu mening, sening degan so'zlar. Keling, mana hozir to be deb aytdim. To be ga oydinlik kiritib olaylik.
To be ingliz tilidagi eng qiyin mavzularni top 3 tasiga kiradi. Ingliz tilidagi eng muhim bo'lgan mavzularning top 3 tasi. Birinchi o'rinda bu to be, keyin bu preposition degan mavzu, ya'ni qo'shimchalar ga, ninglar bor. O'sha to, in, onlarni bilasizmi? O'sha narsalar va uchinchisi bu phrasal verblar. Phrasal verblar bu tayyor inglizlar yodlab ishlatadigan frazalar. Uni o'zbek tiliga tarjima qilsangiz ma'nosi yemaydi. Nima deysizda, lekin inglizlar shunaqa qilib ishlatadi. Shunaqa tayyor frazalarni bilib olishingiz kerak. U o'sha top 3ta eng qiyin mavzu deb bilaman shuni. To be ni inshaalloh o'rganib olsangiz, bu yog'i yo'lingiz ochiladi, yashil. Okay? Nimalarni o'rgandingiz to be haqida? Nima ekan to be, qilgan xulosa nima bo'ldi to be haqida? To be ma'lumot nima qilar ekanda, ma'lumotini bildirar ekan, kimni, nima haqida gap ketyapti. To be o'zi nima ekan? To be bo'lmoq ekan. To be ni o'zi nima ekan? Bo'lmoq buni tarjimasi. Tarjimasi. To be I'm is are. Bu uni ko'rinishi. Bu uni ko'rinishi. To be o'zi nima? Ha. To be o'zi gapni nimasida, misol uchun darsni ko'rganimda, misol uchun men talabaman degandagi oxiridagi man bo'lyapti-da. U ishlatilishi to be ni o'zi nima? To be o'zi bilmadim. Ko'rinishini aytmang, tarjimasini aytmang, u qanaqa funksiyani bajarishini aytmang. O'zi nima to be? Bog'lovchimi? Yo'q, bog'lovchi emas. Qo'shimcha deymiz buni. Qo'shimcha. To be qo'shimcha. Endi qo'shimchani o'zi nima Qurbonali? Qo'shimcha nasib bir gapni bir-biriga to'ldiradi-da. Mayli, u ikkita so'zlarni vashcha zo'r explanation bo'ldi. Gapni to'ldirishga yordam beradi. Shu oti bilan o'zi qo'shimcha. Gapni to'ldirishga, gapni to'ldirishga yordam, umumiy holatda gapni to'ldirishga yordam beradi. Endi Kars tilida bor, lekin o'zbek tilida yo'q bo'lgan qo'shimchalar bormi? O'yla olasizmi shunaqa qo'shimchalarni? O'zbeklarga tushuntirib bera olmaysizda, chunki ular faqat karslarni o'zi ishlatadigan qo'shimchalar. Men o'rganganlarimcha hammasi o'zbek tilida bor. Ha, lekin ingliz tili, kars tilida yo'q, kars tilida bor, lekin o'zbek tilida yo'g'i. Unaqasiga hali men o'zim to'g'ri kelganim yo'q. Balki maliki yuqori darajada bordir, lekin meni bilgan nimamda ko'rmadim. Kars tili bilan ingliz tilining farqi, ingliz tilida birinchi darsdan shu narsaga kelyapmiz. Qiyinchiliklar birinchi darsdan. Kars tilida sizga keyinroq kelamiz. To be ushalardan bittasi. To be qo'shimcha vashcha zo'r gap aytdingiz, o'sha gapni to'ldirishga yordam beradigan narsa. To be ni bitta nima deydi, xususiyatimi ekan, bitta minusimi ekan. O'zbek tilida bunaqa tushuncha yo'q-da. O'zbek tilida to be desa tushuntirib bera olmaymiz. O'shaning uchun o'zbek tilida umumiy holatda ingliz tilida nimaligini tushunib oladigan bo'lsak, bo'ldi, shu qoidasini o'zi bizga yetadi. Chunki kars tilini bilishingiz vashcha zo'r bo'ldi-da, birodar. Va misol qilib bersam ancha oson bo'ladi. O'zbek tilidan kars tiliga tarjima qilayotganingizda nimaga e'tibor berasiz? Gaplarda. Qanaqa tarjima qilinadi? Birinchi e'tibor beradigan narsangiz nima? Kars tili o'zbek tili bilan deyarli bir xil bo'lgani uchun shu gapni boshidan tarjima qilinaveradi. U ham gapni boshida ot keladi, oxirida fe'l keladi, o'rtada sifatlar keladi. O'shaning hisobiga qandaydir o'rganish osonroq. Demak, siz agar xayolingizga o'zbekcha gap keladigan bo'lsa, xuddi o'sha gapni birga bir tarjimasi ekanda kars tili, to'g'rimi? Men maktabga ketyapman desam, cho'nin hakko kago itsayo deyman. Men maktabga ketyapman deb aytdingiz, hozir hammasini. Cho'nin hakko kago itsayo dedim. Men oxiri kago degan, kada degan ketmi? Endi go itda o'sha yapman degan qo'shimchani beradi. Tushundim. Inglizcha sal boshqacharoq bo'ladir bu narsa. Ingliz tilida siz tarjima qilayotganingizda birinchi e'tibor beradigan narsangiz bu ma'no. Ma'nosiga e'tibor berasiz. Chunki gap birga bir tarjima bo'lmaydi-da. Endi yon atrofingizda ingliz tili biladiganlar qanchalik ko'p? O'qiydiganlar unchalik ko'p bo'lsa kerak. Juda ko'p emas. Uncha ko'p emas. Ingliz o'zi ko'pchilikda o'zi tanishlaringiz bo'lsa, boshqa bo'lsa e'tibor bersangiz, shu o'qiyotganlarga
Gap tarjima qila olmaydi bolalar. Tarjima to'g'ri kelmayapti deydi. Tarjima to'g'ri kelmasligini sababi ular birga bir tarjima qilmoqchi bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab. Siz hozir kars tildan birga bir tarjima qilyapsiz-ku, lekin ingliz tilida unaqa emas. Ingliz tilida mana shunaqa gaplar bor. O'zbek tilida siz gapirasiz, ingliz tiliga boshqacha qilib gapirib chiqarib berishingiz kerak bo'ladi, ma'nosini imini o'zgartirib. Nimaga desangiz, bilmayman nimagaligini. Prosta inglizlar shunaqa gapiradi. Siz imini shu holatda inglizlar bizga o'xshaydigan frazalarni ishlatmaydi-da, boshqa frazalardan foydalanadi. Imini bizada misol uchun hozirgi o'sha yapman deydigan gaplarni ular umumiy holatda qilib berib qo'yishi mumkin. Tushuntira olamizmi? Mana shunaqa momentlari bor. To be ham xuddi shunaqa, bu qo'shimcha, faqat inglizlarda bor qo'shimcha. Xo'p, qo'shimchani maqsadi nima deydigan bo'lsak, buni maqsadi ingliz tilida gap kim yoki nima haqida ekanligini aniqlashga yordam beradi. Buni bitta narsani bilib oling. Ingliz tilida to be ni qoidasi yo'q. Tushundim. Nimaga yo'q? Chunki ingliz tilida o'zida bor deyapsiz-ku bu. Malades. Chunki malades. Ingliz tilida chunki o'zida bor deyapman. Ingliz tilida bormi, demak barchasiga fizически buni anaqasi qoidasi bo'lishi mumkin emas. Buni fizически iloji yo'q. Men sizga yozdirgan narsam nima? Haligi matematikada o'qiganim uchun misol uchun nuqta bo'ldi-da, u haligi nimasi shartlarsiz qabul qilingan teoremalar bor. Unda ham xuddi shunaqa nuqta, to'g'ri chiziq, nur ularda halinaqa alohida yasab bo'lmaydi. Prosta nuqta deb nima chiqilgan. Xuddi o'shanday ingliz tilida ham to be faqat ingliz tiliga taalluqli. Shunaqa narsa. Men bu narsa yozganim bor-ku, bu qoidasi. Bu qoidasini men o'zim prosta xulosamdan kelib chiqib gapiryapman. Xulosamdan kelib chiqib gapiryapman. Shuning uchun bu narsani bir xil prosta tup aqli yetar yetmas yodda oladi, yo'q unaqa emas. Keyin ham bitta narsaga oydinlik kirita olaylik. Ingliz kars tili bilan o'zbek tili bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun siz kars tilida ma'lum bir narsalarni aqlingiz yetar yetmas tupa yodlagan bo'lishingiz mumkin. Matematikani bo'lib o'qigan ekansiz, chunki matematikada shu narsa bor, prosta qoida, fizikada prosta qoida bo'lib qoidani yodlab olgin deyilgan narsa. Ingliz tili bu prinsip bo'yicha ishlamaydi. Qurbon. Ingliz tilida og'zingizdan chiqayotgan gapni nimaga o'sha gap chiqayotganligini bilishingiz kerak. To'g'ri gap kelyaptimi, nimaga to'g'ri gapni to'g'riligini menga keltirib bera olishingiz kerak. Nimaga noto'g'ri gapni noto'g'riligini menga keltirib bera olishingiz kerak. Siz keltirib berganingizdagina siz ham men ham bilamiz, bu bola eplot, bu bola yaxshi o'qiyapti degan xulosa qila olamiz. Tushunasiz? O'sha inglizda gap kelib qoladigan bo'lsa, siz o'sha gapni ko'rib, vроде tarjimasini tushunmasangiz yoki nimani hisobiga nimaga shu narsa bo'layotganligini bilmasangiz, demak qayerdadir muammo bor. Chunki ingliz tilida taxminan bir 90% narsani tushuntirib bersa bo'ladi, nimaga unaqaligini. Qolgan 10% narsa shu deyiladi. Shu bo'lib yodlab ol, mana shuni kallangni ishlatmagin deyiladi. Qolgan 90% qismini bilib olsangiz bo'ladi. Yo'q, to be da endi kallangni ishlatmagin degan narsa yo'q, to be da navbatda kallangizni ishlatmang. Ya'ni 10% ga deyapman. Yo'q, bu 10% ga kirmaydi. Bu 10% ga kirmaydi. Chunki men sizga bu to be qo'shimcha bo'ldi, mana qabul qilib olgin demayapman men sizga. Men sizga buni qanaqaligini tushuntiryapman-ku, logikasi meni tushuntiryapman-ku. Tushunasiz? Biz kelayotganda men sizga nima bo'pti to be kelyapti, nima bo'pti to be kelmayapti degan savollar beraman. U yerda siz bilan o'sha o'zbek tilida gaplashmayapmiz, o'sha siz bilan ingliz tili to'g'risida gaplashyapmiz. O'sha ingliz tilida nima kelyapti, ingliz tilida nima kelmayapti, o'sha narsani tushunishingiz kerak. Bu unaqa emas. U xudo xohlasa keyinchalik o'zi momentlar bo'ladi. Preposition degan boya aytdim, in, on, etlar bor-ku. O'sha yerda bizda qoida keladi-da, misol uchun inni faqatgina bino uchun ishlatasan, biror bir narsani ichida bo'lsa ishlatasan deydi-da. Nagli keyin boshqa joyda vobshe boshqa aloqasi yo'q narsaga qo'shib yuboradi. Ustoz, nima degani? Menga ichida degan edingiz, nima bu bunaqa narsa ishlatyapti? Siz menga aytasiz, mashinasini alohida yodlab qo'ying deyman. Tushunasiz? Bundan istisno holatlar. To be ni logik tushunchasi bor. To be aytganimdek bu qo'shimcha. Qo'shimcha bo'lganda ham kim yoki nima to'g'risida ketayotganligini aniqlashga bizga yordam berar ekan. To be bizda gapda nimaga qo'shilib keladi? To be bizda kishilik almashtiradigan. Malades. Inglizchada nima deyotding uni? Ingliz tilida subject. Malades. Subject, ya'ni kishilik olmoshlariga qo'shilib kelayotgan ekan.
kishilik almashlardan keyin bizada to be kelar ekan. Endi to be bizada qo'shimcha ekan. To be bizada gap kim yoki nima to'g'risida ketayotganligini aniqlashga yordam berar ekan. Mana buni yozib qo'ying. To be tipi qoidasida bu. Shunda haligi birinchi menga savol berganingiz, to be o'zi nima deganingiz endi qo'shimcha degan javob berishim kerak? Yo'q, Qurbonlar, mana shu to'xtang. Mendan so'raganingda men nima deb javob beray degan narsa bor-ku, noto'g'ri savol. Bu yerda bizani o'qishimizda bitta prinsip tushunib oling. Bu universitetda o'qish emas, Qurbonali. Bu yerda dars qilayotganda meni chakagimdan olish uchun dars qilinmaydi. Tushunasiz? Bu yerda biz ikkalamiz bitta tomondamiz, ikkalamiz biz siz bilan o'rtoqmiz. Sizni muammongizni siz ham men ham bilishimiz kerak-da, o'sha muammoni hal qilishimiz kerak. O'shaning uchun menga aytib berib, o'zingiz lekin tushunmasangiz yoki men sizdan so'raganimda to'xta esimdan chiqib qolibdi deyishingiz u kerak emas. Esingizdan chiqib qoldimi? Ikkalamizni muammo yechim qidiraylik o'shanga. Nima esingdan chiqib qoldi? Qaytarmadingmi? Ha, uni qaytarish kerak ekan. Nima esingdan chiqib qoldi? Qaytarding, lekin tushunmadingmi? Ha, demak mavzuga qaytaylik, o'shani tushunib olaylik degan narsa bo'lishi kerak. Tushundingmi? Tushundim. Mana endi hozir aytdingiz-ku, keyingi darslarda men so'rayman, o'tgan darsimni dedingiz. O'shanda men hozir to be qo'shimchaligini, to'g'risi shuligini nima qilish uchun siz savolingiz javobi hozircha to be ni har xil shakllarini ko'rib chiqamiz. Siz boshida aytgan narsangiz mana to be ni nima desam emizar dedingiz. Bu noto'g'ri narsami? Yo'q, bu to'g'ri narsa. To be nima desam bu gap kim yoki nima to'g'risida ketayotganligini aniqlash uchun yordam beradi dedingiz. Noto'g'rimi? Yo'q, bu to'g'ri narsa. Prosta o'zi tegi nima? Tegi o'zi qo'shimcha. Siz aytgan narsa to'g'rimidi? Yo'q, noto'g'ri emas. U prosta boshqa funksiyasi. O'zi boshqa funksiyasi. Ya'ni to be birinchidan qo'shimcha ekan. To be bizada qoidasi o'sha gap kim yoki nima to'g'risida ketayotganligini aniqlashga yordam berar ekan. To be bizada subjektga qo'shilib kelar ekan. Subjektga qo'shilib kelar ekan. To be bizada ko'rinishi mana emizar bo'lar ekan. Ko'rasiz, bu prosta mana shu hammasi to be. Mana shu hammasi to be. Xo'p, endi to be ni tushunib olish uchun keling bunga gap beraylik. To be qaysi subjektga qanaqa to be qo'shilishini bildingiz, undan muammo yo'q. Bildim. Okay. Bildim. Xo'p, birinchiga o'sha I bilan boshlaylik. I qaysi to be ma'lumotini? Ma'lumotini. I am deymanda ketidan gap beraman. O'sha sizni kitobingizda berilgan gap. I am a student degan gapni oladigan bo'laylik. I am a studentni men tarjima qilayotganimni tarjimasini qanaqa qilganimni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Qanaqa bo'ldi shu? I bilan I'ni ana ranglik narsada nima qilgan ekansiz? I'ni keyin M'ni qilgansiz, keyin student qilgansiz, A'ni qilmagansiz. Chunki haligi kasblarini aytib turganda, haligi kimligini haqida aytib turganda qo'shiladi degandingiz. Malades. Men studentman. Bir sizlar eslab olaylik shuni. Bu yerda birga bir tarjima qilsak, to be ni tushunib olishimizga yordam beradi. Men sizga hozir to be ni tarjimasini, to be ni o'zbek tilidagi tushunchasini tushuntirib bera olmayman, aytganimda, chunki o'zbek tilida-yu, lekin tushuncha qilib olishimizga oson bo'ladi. Ayni mana tarjima qilaylik. Ayni tarjimasi birga bir qilsam, bo'lib taka tushunarliroq bo'ladi. Ayni tarjimasi mana men bo'lyapti. Men bo'ladi. Xo'p. Tax student. Student tarjimasi bizada student bo'lyapti. Bu ham birga bir tarjima bo'lyapti. Birga bir tarjima bo'lyapti. Xo'p. Article. Endi men tarjima qila olmaymanmi? Buni yo'q. Tarjima qila olmayman. Nima tarjima qila olmayman? Bu shunaqada o'zi inglizdan. O'zbek tilida yo'q-da. Bo'lmasa qayerdan tarjima yo'q, bo'lmasa qayerdan tarjima qiling. Demak, bunaqa tushuncha yo'q ekan. Lekin ingliz tilida nima tushunchani berar ekan bu? Bu odam mana kasbini aytib turganda ilik asha. Kasbdan oldin keladi. Kasbdan oldin keladi. Nima kasbdan oldin keladi desak, boya aytgan 10%. Prosta. Kasbdan oldin prosta. Demak, siz bundan buyog'iga o'zingiz haqingizda gapirasizmi? Birov haqida gapirasizmi? Ahamiyatga ega emas. I am a student, he is a pilot. My mother is a cook. My father is a businessman. My brother doctor.
u doktor. ishlatmadi. Artikl tashlab ketdi. Bo'ldi, bu o'sha gap xato. Tushunyapsiz? Bu xudo xolasa o'zi ozgina praktika qilib, sal og'iz kelishib olganda, o'zingiz ingliz tilida kelishib olib, og'zingiz ingliz tilida kelishib olgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, miyani o'zi avtomatik qo'yib yuboradigan bo'ladi. Faqat boshlanishida narsaga bitta e'tiborli bo'lib olish kerakki, keyinchalik shu avtomatik darsda qo'yib yuborish uchun. Tushunasiz? Bu qiz qiynab qo'yadigan narsa bo'lmasinki, voy men har gal qatdan, yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa. Endi gapimizni tarjima qildik. Tarjima qildik. Tarjimasi men bo'lib chiqdi birga bir. Student tarjimasi student bo'lib chiqdi. Artiklda tarjimasi yo'q ekan, chunki artikl o'zbek tilida tegi yo'q ekan. Xo'p, endi mana to be qismi qoldi. To be qismida bizada m mana bunaqa alternativasi qolibdi bizada. O'zbek tilidagi mandagi alternativasi qolibdi. Mandagi alternativasi qolibdi. Demak, men o'zim uchun xulosa qilar ekanmanki, o'zbek tilidagi manni ma'nosini berishi mumkin ekan. Buni qanaqa qilib yaxshiroq tushunib olaman desangiz, buni o'chirib tushunib olsangiz bo'ladi. O'chirib tushunib olsangiz bo'ladi. Ya'ni gap to be ni o'z maqsadi nima edi? To be ni qoidasi nima edi? Buni ham yozib qo'ydim. Gap ham yoki nima to'g'risida ketayotganligini aniqlashga yordam beradi, to'g'rimi? Aniqlashga beradi. To'g'ri. Mana bu yerda men student deydigan bo'lsam, nima tasavvur qilyapsiz o'zbek tilida? Men student chet ellikda o'zbekcha gapirishi bo'lib qoladi. Yo'q. Bu siz kitobga, boya videoga aniq qilyapsiz. Videodan o'rgangan narsangizni aytyapsiz. Men sizga savol beraman. Men student qanchalik sog'lom gap bo'lyapti mana shu o'zbek tilida? Nosog'lom bo'lyapti. Men student nimadir kamdek bo'lib qolyapti-da. Nimadir kamdek, malades. Men student deyotganimda siz aynan men o'zimni student deyotganligimni tushunyapsizmi? Men student, Men hozir tushunsa bo'ladi. Men deyapmanmi? Men student. Yo'q. Sizcha hozir to'liq emas. Siz hozir aytdingiz-ku, "Han tushunsa bo'ladi" dedingiz-ku. Siz tushunsa bo'ladi deganingiz, siz просто fahm farosatingizni ishlatyapsiz. Shunaqa. Siz fahm farosatingizni ishlatayotganligingiz uchun kimdir men student desa, demak bu o'zini student deyotgan ekan deyapsiz. U yog'iga o'zingiz kallangizni ishlatib tushunyapsiz. Hozir biz kallani ishlatadigan joyga surib qo'yaylik. Mana birga bir qilib ishlaydigan qilaylik. Men student deyotganda men hozir o'zimni student deyapmanmi? Yo'q. Chunki qanaqadir bir man bor, qanaqadir bir student bor. Boshqa student bor. Boshqa narsa. O'zbek tilida men student man deyotganimda, bu men o'zimni bildiryapman-da. Menga meni studentligim qo'shilyapti-da. Men studentman degan gap chiqib qo'yapti. Tushunyapsizmi? Bunda endi aniq bo'lyapti gap. Endi men aniqlik kirityapman. Mana, aniqlik kirityapman. Endi meni studentligimga aniqlik kirityapman. Tushunyapsizmi? Tushunyapman. Mana shu narsa. Mana bu ham xuddi shunaqa. Men a student. Student qanaqadir. Bir-biriga bog'liq emas. Men student. Men ma'nosini bermayapti. O'shaning uchun ham biz mana to be ni qo'shmoqmizki, gap kim yoki nima to'g'risida ketayotganligi aniqlik kiritib beradi. Demak, men deyapman. Aydan keyin m beryapmanmi? M'dan keyin keladigan absolutno любой gap meni tasvirlaydi. Men sizga yana bitta misol beraman. I am play football. Gap tarjima qilib bering. Men futbol o'ynayapman. Okey. Qanaqa qilib buni men futbol o'ynayapman deb tarjima qildingiz? Miyamga o'zi shunaqa keldi-da. Sizga kelgan haligi so'zma-so'z tarjima qilganda xato bo'lib qolardi. Endi buni bu so'zlarda gap chiqardim. I play football. Boy aytganimdagi fahmingizni ishlatdingiz. Bitta fahmingizni ishlatdingiz, qarayapsiz, men bo'lyapti, to be bo'lyapti, play o'ynamoq futbol. Demak, men futbol o'ynayapman degan xulosa kelib chiqayotgandir, samo saboy degan narsa просто miyangizga tepdi, kallangizni ishlatdingiz. Boy aytganingiz fahm ishlatdingiz. Endi fahmni surib qo'yaylik bu yerga. Bu fahm surib qo'yaylik, chista grammardan gaplashadigan qilaylik. Faqat grammatikani o'zini. Bu yerda qanaqa bo'lyapti? I am bo'lyapti. I am nima edi? Kimligim. I am kimligi, Demak, man bo'lyaptimi? Men o'zim men. Endi alohida tarjima qilamiz. I am olaylik, I am ajratib qo'yaylik-da. Play football tarjimasi nima?
Futbol o'ynamoq. Futbol o'ynamoq. Mana shu gapni qo'shadigan bo'lsam, I am play football bo'lsa, men futbol o'ynashman bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Shunaqa bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi. Bu grammatik qo'yadigan bo'lsa. tarjima jihatdan ham xuddi shunaqa. Men futbol o'ynashman bo'lyapti. Demak, o'zimiz uchun yana bitta xulosa qilsak bo'lar ekanki, to be ni qiladigan ishi gapda ma'lumot beradi. Ma'lumot berganda faqat bitta joyga utashningiz qilib ketish kerak, bitta joyga oydinlik kiritib ketish kerakki, ma'lumot berayotganda fe'l ishlatilishi kerak emas. Ma'lumot beradi, lekin bo'lmaydi deymizmi, bo'lmasligi kerak deymizmi? Bo'lmasligi kerak deb qo'yaylik. Bu yerda nima gapda ma'lumot bo'lmasligi kerak deyapman. Ma'lumot deyman, qara, fe'l bo'lmasligi kerak deyapman. Bu qoidami? Shunga hozir tushunmadim, lekin gapda fe'l bo'lmasligi kerak. Bunda endi hozir play degan so'z bo'lmasligi kerak demoqchimisiz? Ha, play degan so'z bo'lmasligi kerak deyapman. Nima unaqa? Bu men sizga hozir qoidani aytyapman. Men sizga hozir qoida yozib berdimmi bu yerda? Ma'lumot berib turganda, lekin bu gapda fe'l bo'lmasligi kerak. O'zingiz o'ylab ko'ring, nima bunaqa deyapman tegi? Tegi Qatdan oldin fe'l bo'lmasin degan gap. qo'shimchaligi uchun to'biydi. Yo'q, unga emas. Birodar, qarang. Men fe'lni qo'shadigan bo'lsam, men nimani fe'l deyotgan bo'laman? Nimani fe'l deb qo'yayapman? Otda. Otda emas, men o'zimni fe'l deb qo'yayapman. O'zidimi? Qatdan bilyapsiz men o'zimni aytayotganligimni. Men sizga hozir qatdan isbotlab beraman o'zimni aytayotganligimni. O'ylang yaxshilab. Siz o'z tegi qatdan bilyapsiz, men gap men to'g'rimda ketayotganligini. Gapni boshida I am deb boshlayapsiz. Ha, yaxshi. I am bilan boshlayapmanmi? Ketidan kelayotgan любой gap meni tasvirlaydi. Любой gap. I am a car deydigan bo'lsam, gap to'g'rimi? Gap noto'g'ri. Chunki men mashina emasman. Mashina emassiz. I am tam bilmayman. Go home bo'lsa, uyga borish degani. Gapim to'g'rimi? Men uyga ketyapman bo'lyaptimi? Bilmayman, uni siz menga ayting tarjimasini bo'layotganligini. Men bu gapda qo'shmayman, men plus qilib qo'shmayman bu ikkita gap. Qarang, men sizga hozir savol beraman. Bu gap to'g'rimi, noto'g'rimi deyapman-da. Siz qatdan bilib olishingiz kerak gap to'g'ri, noto'g'riligini. Qanaqa qilib tekshirib olishingiz kerak o'zingizni. Tuyadagi qoidangiz bo'yicha gapda lekin fe'l bo'lmasligi kerak deyapsiz. Yo'q. Buni unuting. Asoslanadigan narsam, menga kimdir agar savol bersa, bu yerda hozir qatdan bilyapsan, to be fe'lni qo'shish kerak emasligini desa, men aytaman, meni asoslanadigan narsam nima? Bu gap o'zi qanaqa gap bo'lyapti? Bu gap tegi to be li gap bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, to be li gap bo'layotgan ekan. To be o'zi qachon ishlatilyapti? Qurbonbek? To be ma'lum bir narsani ma'lumot beryapti-da. Ma'lumot beryapti, ya'ni gap kim yoki nima to'g'risida ketayotganligi haqida ma'lumot beryapti. Xo'p. Endi men to be bilan gapirdim degani, men o'zim haqimda ma'lumot beryapman deganimi? O'z haqida gapiryapti. Men sizga aytdim. To be dan keyin keladigan absolutno любой gap meni tasvirlaydi dedim. Meni holatimni, meni o'zimni tasvirlaydi, meni o'zimni. Nima qilyapti turganingizni emas, sizni o'zingizni tasvirlaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun men I go home desam, men uyga borishman. I am a car. Men mashinaman. I am play football. Men futbol o'ynashman. Ya'ni to be kelyaptimi?
hammasini man qilib qo'yyapti. Man qilib qo'yyapti. Ha. Tushunarlimi endi? Ha, endi tushunyapman. Endi men sizga hozir mana bitta gapingda fe'l bo'lmasligi kerak degan narsam. Bu nima ekan? Bu qanaqadir qoida ekanmi? Qoida Bu narsa nima? Lekin gapda fe'l bo'lmasligi kerak. Bu narsa nima? Bu qoidamikan? Qoida- Ingliz tilida qoida. qoida bormikan? Mhm. To be bilan fe'l ishlatmagan degan qoida bormikan? qoida desa bo'ladi. Bu bizani qilgan xulosamiz. Xulosa. Bu xulosa. Biz o'zimizdan o'zimiz bu gapda o'zingdan o'zing fe'l bermagin demadi u. Fe'l berib ko'ruvdik, qarasa yemayapti. Fe'l berib ko'ruvdik, qarasa bizani o'zimizni fe'l qilib qo'yapti bu narsa. Ha. Tushundingizmi? O'shaning uchun ham men bu yerda hozir xulosamni yozyapman. Tegi nimaga bu narsalarning hammasini men berilyapti desangiz, tegi miyani ishlatib olishga, tumini yaxshilab tushunib olishimizga. Bolalarning eng ko'p qiladigan xatosi aqli yetar yetmas o'qituvchi qoidani yozib beradi, ha deb просто tuppa yodlab kelishadi. Yo'q, unaqa emas. Tushunishi kerak odam. Nima deyotganini, qanaqa deyotganini. Eng aqlli odam mana sizdan chiqmasin. Qurbonbek o'zingiz uchun ham shu narsani eslab qoling. Dars qilayotganingizda ham shu narsa esingizda bo'lsinki, eng yaxshi o'qiyotgan odam to'g'ri gap nimaga to'g'ri bo'layotganligini, noto'g'ri gap nimaga noto'g'ri bo'layotganligini biladi. Tushundingizmi? Bir xilda просто ha to'g'ri, mana bu to'g'ri deydi-da, noto'g'risiga e'tibor bermay ketadi, to'g'risini o'zini aniqlab. Yo'q, sen bilishing kerak, to'g'rini to'g'riligini nimaga bilyapsanmi? Ha, noto'g'rini noto'g'riligini keltirib bergin. Aytgan, bu gap noto'g'ri chunki mana bu qoidaga to'g'ri kelmayapti. Bu gap noto'g'ri, mana bu ma'noga to'g'ri kelmayapti. Tushunib oldingmi? Mana shu joyga e'tibor berishingiz kerak. Mana to be nima? To be demak bizda asosan ma'lumot berar ekan. Endi Qurbon, mana shu aytilgan gaplardan xulosamizdan to be uchun bitta formula yasab oladigan bo'lsak, qanaqa ko'rinishda bo'ladi?